Realning bu mavsum formalari hali chiqishga ulgurmadi-yu, ammo keyingi mavsumniki qanaqa ranglarda bo'lishini allaqachon bilamiz. Kelinglar shu formani taxminini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Avvalambor, agarda siz ham Real muxlisi bo'lsangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bilasiz, 2015-yildagi Real Madridning mehmon libosi qora rangida bo'lgan va u yerda drakonni silueti chizilgan edi. U forma bir xillarga yoqgan, bir xillarga yoqmagan edi. Ammo Adidas keyingi mavsum ham o'sha afsonaviy formaga o'xshatib Realning mehmon libosini tayyorlab olgan ekan. Mana shu rasmga qarasangiz, taxminan shunaqa forma keyingi mavsum Realda bo'ladi. Bu videoni saqlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyingi mavsum chiqqandan keyin taqqoslab ko'rasiz. Chinakam shunaqa bo'ldimi yoki yo'q? Rostini aytadigan bo'lsam, bu kam mavsumdagi formamizga sal o'xshab ketdi. Lekin albatta chiroyli va ozgina retro stilni ham eslatib yuboryapti. Xo'sh, sizgacha yoqdimi? Izohlarda yozib keting. Undan tashqari rasman ma'lum bo'ldiki, uy libosi oq va binafsha rangida bo'lar ekan. Va uni ham taxminiy qanday ko'rinishi allaqachon chiqdi. Lekinda uni ko'rmoqchi bo'lsangiz, hoziroq Telegram kanalimizga kiring. Ishonavering, hayron qolasiz.